Do'stlar, biz Toshkent City'da joylashgan Aloqabank ofisiga quyosh panellarini o'rnatishni boshladik. Mana Toshkent City'da Aloqabank ofisiga quyosh panellari o'rnatib bo'lindi. Ko'rishingiz mumkin. Buyurtmachi talablariga muvofiq bino tom qismini teshmagan holatda beton tayanchlari orqali quyosh panellari o'rnatildi. Do'stlar, mana Toshkent City'dagi obyektimizdagi ishlar o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rishingiz mumkin. Agar sizlarga ham shunday sifatli quyosh panellari o'rnatish xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. DC suv nasozlarimiz invertorlar bilan kelgan. Nasozimizning o'zi DC nasozimiz mana 2200 wattlik mana 85 voltdan 280 voltgacha, DC da mana 80 voltdan 430 voltgacha 2200 watt 4000 оборот. Chiqaradigan suvi 1 metr chuqurlikdan 500 litrgacha, 35 metr chuqurlikdan 100 litrgacha minutiga suv chiqarib berish imkoniyatiga ega. Mana shu panellarimizning 8 donasi 565 wattli panellarimiz 8 donasidan foydalanib shu solnechniy nasozimizga olib bordik. Quyosh panelidan borgan tokni invertorimizni ishlatdik mana. Quvvatini ko'ramiz mana. Soat mana 5:30 bo'ldi. Bizina quvvatimiz 200 voltdan pastroq. Bu nasozimiz imkoniyati ko'rishlari mumkin. O'zi formiya оборотga chiqadi, to'liq holatda ishlaganda оборот 1200, hozir yarim оборот hisobida ishlayapti, 1 kilovatt quvvatda ishlayveradi holatda. Davlat toki bilan birgalikda ishlatamiz mana. Ham quyosh panel, ham davlat toki birgalikda. Nazoz bor quvvatida ishlaydi. Chiqaradigan suv bo'ladi. Assalomu alaykum. 100 kilovatlik ishlab chiqarish obyektimizga o'rnatilgan quyosh fotoelektr stansiyamiz Toshkent shahrida joylashgan. Bu yerda 180 ta lonji hamda jingo panellari o'rnatilgan. 2 dona gravat invertorlarimiz faoliyat ko'rsatadi. 1 oylik ishlab chiqarish ko'rsatkichi 17-18 ming kilovat hozirgi kunda. Korxona uchun 16-17 million so'mlik to'lovlar 1 oy davomida tejab qolinadi. Atmosferaga bitta qo'yib qo'yasizlar. Hozir biz Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi obyektimizga 16 kilovatlik topli nasozimizni o'rnatib berdik. Qani ketdik, birma-bir qilgan ishlarni ko'rib chiqamiz. Topli nasozimizni o'rnatib bo'ldik. Oxiriga jarayondamiz. Mana monitorlarni qaytaryapmiz. Sistemaga glikol quyildi. Suv o'rniga sistemaga muzlab qolmasligi uchun -35 gradusgacha muzlamaydigan glikol quyildi. Ekologik toza. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Toshkent shahar Yakkasaroy tumanida joylashgan mehmonxonaga 60 kilovatli quyosh panellari o'rnatib berish jarayonidamiz.